Assalomu alaykum hurmatli ishtirokchilar. Bugungi uchrashuvimizni boshlaymiz. Kimda savollar bo'lsa, marhamat berishingiz mumkin. Bitta savollarni. İsmim Aziz, familiyam Amamatov. Biz o'sha siz banklaringizga murojaatimiz shu mikrofinans to'g'risida edi. Boshqa bankdan qarzimiz bor edi. 10 millionga yaqin. O'shani yopishiga sizlardan qanday kredit olsak bo'ladimi? 20 yoki undan ham ziyodroq kreditlar olsak bo'ladimi? Mikrofinans olsak bo'ladimi? TBC bankdan nimamiz bor edi? TBC bankdan qancha olgansiz? 10 million. 10 millionga atrofida 9 million 896 ming so'm olganmiz. Agar undan ham ziyodroq qo'shib olsak bo'ladimi? Bizda arzon krediti bor, o'sha boshqa bankdan kreditlar yopish uchun beriladi. Faqat o'sha qancha kredit olgan bo'lsangiz, o'shanga qarab o'shancha summa beriladi. Undan ortiqni ololmaymiz. Undan ortiq ololmaymiz. TBCda qancha 42% beriladigan bo'lsa, biz 28% undan beriladi. Stavka foizdan. 4 yil muddatga beriladi. Kreditni to'lagan yopishimiz uchun beriladi. Faqat o'sha summadan ziyod berilmaydi. Tushunarli. Kimga savol? Endi bor. Mana familiyam Abdurahimov, ismim Jamshid. Sizlardan shirinlik deb ochmoqchi bo'ldim. Sizlarga aytayotganim. Qaysi mahalladasiz? Fayzobod. Yoshingiz nechida? 22 dan. 22 da bo'ladigan bo'lsa, bizda prezident qaror qilgan 46-sonli qarorda kredit mahsulotimiz bor. 100 million so'mgacha garovsiz. Sizga o'sha to'g'ri keladi. 100 million so'm kredit ajratamiz. 18% dan 5 yilga 12 ga imtiyozlar beramiz. Barcha hujjatlarni tayyorlab kelsangiz, ko'rib chiqib, kreditni chiqarib beramiz. Rahmat. Kimga savol bormi? Assalomu alaykum. Men ismim Bobur, familiyam Nuriyev. Men quyosh paneliga kredit olmoqchiman. 10 kvadrat quyosh paneli. Qanaqa o'rnatmoqchiman. va fikringiz bormi yo jismoniymi? Jismoniy. Xonadon. Jismoniy kredit jismoniy bo'lsa, sizga 28% dan kredit ajratiladi. Pastda fond to'g'risida mikro fond to'g'risida qonunlarga uchrashasiz. Hujjatlarni saqlaganingizdan keyin, xudoga 3 kun ichida kreditlar chiqarib beriladi. Kredit tarixingiz analiz qilinadi. Kredit tarixingizga. Sug'urta bilan chiqadi. 50 million so'mgacha sug'urta bilan chiqadi. 50 million so'mgacha qancha bo'ladi kredit summasi? 37 million. Sug'urta bilan chiqadi. Sug'urta necha foiz to'ladi? Necha foiz? Sug'urta qancha foiz oladi? Boshqa yoki shunday? Sug'urta miqdori. Sug'urta miqdori boshqa kreditga qo'shiladi. Kredit hisobidan ajratib olinadi sug'urta puli. Sug'urtaning summasini va kreditga ustiga qo'shib qo'yasiz. Kafil bo'lmasa ham bo'ladimi? Yo'q, 50 millioncha sug'urta. Kafilsiz Agar kafilimiz bor, sug'urtaga to'lamaymiz degan, kafil qabul qilishimiz mumkin. Bunday foizlar o'zgaradi. Yo'q, kimga savol bor? Yo'qmi? Yo'q. Agar hech kimga savol bo'lmasa, ishtirokchilaringiz uchun rahmat.